agar sizning uyingiz, kvartirangiz, hovlingiz, dala hovlingiz, do'koningiz, omboringiz yoki bo'sh yer uchastkangiz bo'lsa, 2026 yildagi ko'chmas mulk qoidalari sizga bevosita tegishli. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki bitta e'tiborsizlik keyin sotish, meros rasmiylashtirish, kreditga garov qo'yish, ijara berish yoki soliq to'lashda katta muammoga aylanishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Nima o'zgaryapti? Kim xavotir olishi kerak? Kimda muammo bo'lmasligi mumkin? Va hozirdan qanday hujjatlarni tekshirish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men amaliy ro'yxat beraman. Qayerga borasiz? Nimalarni tekshirasiz? Qaysi hujjatlarni tayyorlaysiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzular odamning pulini, vaqtini va asabini asraydi. Oldin ko'p odamlar ko'chmas mulkka biroz beparvo qarardi. Masalan, hovliga qo'shimcha xona qurib olgan, lekin kadastr hujjatiga kiritmagan, yoki kvartirani ijaraga bergan, lekin shartnomani rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan, yoki meros bo'yicha uyda yashab yuravergan, lekin mulk huquqini o'z nomiga o'tkazmagan. Ko'p yillar davomida bu holatlar keyin qilamiz. Hech kim so'ramayapti. Notariusda bir kun bitirib olamiz degan fikr bilan yuritilgan. 2026 yilda esa ko'chmas mulk bo'yicha asosiy yondashuv shunday bo'lyapti. Mulk faqat qog'ozdagi eski hujjat bilan emas, davlat bazalaridagi aniq ma'lumot bilan tasdiqlanishi kerak. Ya'ni kadastr, soliq, notarius, bank, kommunal tashkilotlar va ayrim hollarda hokimlik ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar sizning uy hujjatingizda 4 xona deb yozilgan bo'lsa, lekin amalda 6 xona bo'lsa, bu endi oddiy mayda farq emas. Agar yer maydoni hujjatda 6 sotix, amalda 2 sotix ishlatilayotgan bo'lsa, bu ham muammo bo'lishi mumkin. Agar kvartira sizning nomingizda, lekin ijara daromadi ko'rsatilmagan bo'lsa, soliq organlari buni alohida ko'rishi mumkin. Bu yerda asosiy maqsad odamlarni qo'rqitish emas. Men buni doim aytaman. Davlat bazalari tartibga kelgani sari halol, hujjati joyida bo'lgan mulkdorlar yutadi. Chunki ularning uyi sotilganda tez rasmiylashadi. Bank garovga qabul qiladi. Merosda janjal kam bo'ladi. Soliq bo'yicha kutilmagan qarz chiqmaydi. Lekin hujjati chala, qurilishi ruxsatsiz, ijara norasmiy. Merosa rasmiylashtirilmagan mulklar 2026 yilda ko'proq tekshiruvga tushishi mumkin. Asosiy qism, bir nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olsin, kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi eng muhim masala kadastr hujjatlari. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan muammo shuki, odamning qo'lida eski texnik pasport bor, lekin elektron kadastr bazasidagi ma'lumot boshqacha. Masalan, Abdulla aka 2010 yilda hovli sotib olgan. Hujjatda yashash maydoni 900 kvadrat metr. Keyin u hovliga oshxona, ayvon, qo'shimcha yotoqxona, sanuzal qurdi. Hozir uy amalda bir guruhi 5 kvadrat metr, lekin kadastrda hali ham 900 kvadrat metr turibdi. Abdulla aka bu mening hovlim-ku, o'zim qurdim-ku deb o'ylaydi. Ha, mulk sizniki bo'lishi mumkin, lekin rasmiy hujjatga kiritilmagan qurilish keyin sotishda yoki garovga qo'yishda savol tug'diradi. Notarius bitimni to'xtatib turishi, bank garov qiymatini pasaytirishi, kadastr esa avval o'lchov va qonuniylashtirishni talab qilishi mumkin. Ikkinchi masala yer maydoni va chegaralar. Hovli egalari ayniqsa mahallalarda devor shu joyda turganiga o'tib yil bo'ldi deb hisoblaydi. Lekin hujjatda chegaralar boshqacha bo'lsa, qo'shni bilan nizo chiqsa yoki yo'l kengayish, kommunikatsiya to'xtalishi, sotish jarayoni boshlansa, aynan kadastr chizmasi muhim bo'ladi. Misol uchun, hujjatda 600 kvadrat metr yer ko'rsatilgan, amalda davr ichida 720 kvadrat metr. Siz 120 kvadrat metr joyni ishlatyapsiz, lekin u hujjatda sizniki emas. Ertaga qo'shni bu yer menga tegishli desa yoki davlat organi o'lchov qilsa, men 20 yildan beri ishlatyapman degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men har bir hovli egasiga yer chizmasini tekshirtirishni maslahat beraman. Uchinchi masala mol-mulk solig'i va yer solig'i. 2026 yilda mulkdorlar soliq masalasiga ancha jiddiy qarashi kerak. Chunki ko'chmas mulkning maydoni, turi, joylashuvi, kadastr qiymati yoki soliq bazasi aniqlashtirilgani sari to'lovlar ham aniq hisoblanadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizda katta hovli bo'lsa, bir nechta uy yoki kvartira bo'lsa, noturar joyingiz bo'lsa, soliq summasi oldingidan farq qilishi mumkin. Masalan, bitta odamning shahar markazida 810 kvadrat metr kvartirasi bor. Yana chatroqda 120 kvadrat metr hovlisi bor. Oldin u faqat kelgan kvitansiyaga qarab to'lagan.
Endi shaxsiy kabinetda har bir obyekt bo'yicha qarz, penya, imtiyoz va hisob-kitob ko'rinishi mumkin. Agar 2-3 yil e'tibor berilmasa, 5.000 so'mlik qarz penya bilan 700-800 ming so'mga chiqib ketish ehtimoli bor. Katta obyektlarda esa bu raqam millionlarga boradi. 4-masala ijara. Men alohida ta'kidlayman. Uyini yoki kvartirasini ijaraga berayotganlar 2026 yilda og'zaki kelishuv bilan yurmasligi kerak. Chunki ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, 3 ta xavf bor. Birinchisi soliq bo'yicha savol chiqadi. Ikkinchisi, ijarachi pul bermay qo'ysa yoki uyga zarar yetkazsa, sizning qo'lingizda kuchli hujjat bo'lmaydi. Uchinchisi, ijarachi ro'yxatdan o'tish, kommunal to'lov, qo'shnilar bilan nizo masalasida sizni noqulay ahvolga solishi mumkin. Masalan, Dilnoza opa kvartirasini oyiga 3 million so'mga ijaraga berdi. Shartnoma yo'q. Ijarachi 2 oy pul bermadi. Kommunaldan 1 million so'm qarz qoldirdi. Eshikni buzdi. Dilnoza opa chiqib ketdi esa, ijarachi men depozit berganman, kelishuvimiz boshqacha edi deydi. Agar rasmiy shartnoma bo'lganda ijara narxi, muddat, depozit, kommunal to'lov kimning zimmasida, buzilgan jihozlar uchun javobgarlik aniq yozilgan bo'lardi. 5-masala ulushli mulk. Bir uy bir nechta aka-uka, opa-singil, xotin yoki merosxo'rlar nomida bo'lsa, 2026 yilda har bir bitimda rozilik va ulush masalasi yanada muhim bo'ladi. Masalan, uy 4 nafar merosxo'rga tegishli, lekin faqat bittasi yashaydi. U men shu uyda yashashyapman, demak sotish huquqi menda deb o'ylashi mumkin. Yo'q. Agar kadastrda yoki davlat reyestrida mulk 4 kishiga tegishli bo'lsa, sotish, hadya qilish, garovga qo'yish kabi ishlarda hamma ulushdorning huquqi hisobga olinadi. Men ko'p oilaviy nizolarda ko'rganman. Bir kishi uyini ta'mirlaydi, soliq to'laydi, kommunal to'laydi. Lekin hujjatda uning ulushi faqat 1 miqdor bo'ladi. Keyin sotishda pul taqsimoti bo'yicha katta mojaro chiqadi. Shuning uchun ulushli mulk egalari kelishuvni oldindan yozma shaklida aniqlashtirish kerak. 6-masala meros. Ko'pchilik ota-onasidan qolgan uyda yillar davomida yashaydi, lekin meros hujjatini rasmiylashtirmaydi. Hamma biladi, uy menga qolgan degan gap huquqiy jihatdan yetarli emas. 2026 yilda ko'chmas mulk bilan bitim qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo mulk huquqi kimning nomida ekanini ko'rishadi. Agar uy hali marhum ota yoki ona nomida turgan bo'lsa, siz uni sota olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Ba'zi hollarda qayta qurilish uchun ruxsat olishda ham qiynalasiz. Misol, otadan 2020 yilda uy qoldi. 3 farzand bor. Katta farzand uyda yashadi, qolgan 2tasi chet elda. 2026 yilda katta farzand uyini sotmoqchi bo'ldi. Notariusda ma'lum bo'ldiki, meros ochilmagan. Boshqa merosxo'rlarning huquqi bor. Natijada savdo to'xtaydi, xaridor ketadi, hujjatlar oylar davomida yuradi. Buni oldindan hal qilish ancha oson. Kim xavotir olishi kerak? Men aniq aytaman. Hujjatidagi maydon amaldagi maydondan farq qiladiganlar, hovliga ruxsatsiz qo'shimcha qurilish qilganlar, yer chegarasi aniq bo'lmaganlar, uyini ijaraga berib shartnoma qilmaganlar, mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha shaxsiy kabinetini tekshirmaganlar, merosni rasmiylashtirmaganlar, ulushli mulkda yashab, boshqa ulushdorlar bilan kelishuvi yo'qlar, noturar joyni turar joy sifatida yoki turar joyni biznes uchun ishlatayotganlar. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning mulkingiz kadastrda to'liq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, hujjatdagi maydon amaldagi maydonga mos bo'lsa, soliq qarzingiz bo'lmasa, ijara shartnomangiz rasmiy bo'lsa, meros va ulush masalalari tartibda bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta hujjatlarni tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xatolik faqat siz tomondan emas, bazadagi texnik nosozlik, eski ma'lumot yoki noto'g'ri kiritilgan raqam sababli ham paydo bo'lishi mumkin. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Menda eski hujjat bor, demak hammasi joyida degan fikr. Eski hujjat muhim. Lekin u yagona asos bo'lmasligi mumkin. Bugun amaliyotda elektron reyestrdagi ma'lumot juda katta ahamiyatga ega. Agar eski order, qaror, texnik pasport yoki oldi sotdi shartnomasi bo'lsa-yu, elektron bazada obyekt to'liq ko'rinmasa, siz avval uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshida olingan hujjatlarda manzil, maydon, kadastr raqami yoki mulkdor ism familiyasida farqlar uchrab turadi. Ikkinchi tuzoq, kommunal qarzlar. Ba'zi odamlar kommunal qarz mulkka emas, odamga tegishli deb o'ylaydi. Huquqiy jihatdan ayrim to'lovlarning tartibi boshqacha bo'lishi mumkin.
Lekin amalda uy sotilayotganda xaridor albatta gaz, elektr, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha qarzlarni tekshiradi. Agar 3 million so'm elektr qarzi, 1 million so'm suv qarzi chiqsa, xaridor narxini tushiradi yoki bitimdan voz kechadi. Men sotuvchilarga har doim aytaman. Uyni e'longa qo'yishdan oldin kommunal hisoblarni yopib chiqing. Abonent raqamlari bo'yicha ma'lumotnoma oling. Oxirgi to'lov cheklarini saqlang. 3-nozik joy, ro'yxatda turgan shaxslar. Kvartira yoki uy sotilganda faqat mulkdor emas. Shu manzilda doimiy ro'yxatda turgan odamlar ham amaliy muammo keltirishi mumkin. Masalan, mulkdor uyini sotadi, lekin unda sobiq turmush o'rtog'i, voyaga yetgan farzandi yoki chet elga ketgan qarindoshi ro'yxatda qolgan. Xaridor: "Men uy olaman, lekin ichida ro'yxatda boshqa odam qolmasin" dedi. Shuning uchun sotishdan oldin kimlar ro'yxatda turganini aniqlash kerak. Ayniqsa voyaga yetmaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar masalasida ehtiyot bo'lish zarur. 4-nozik joy. Er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan ko'chmas mulk ko'pincha umumiy mulk sifatida qaraladi. Hatto hujjat faqat erning yoki faqat xotinning nomida bo'lsa ham, ikkinchi tomonning huquqi bo'lishi mumkin. Masalan, er nikoh davrida kvartira sotib oldi. Hujjat o'z nomida. 2026 yilda uni sotmoqchi. Notarius turmush o'rtog'ining roziligini so'rashi mumkin. Agar oila ajrashgan bo'lsa, lekin mulk bo'linmagan bo'lsa, bu yanada murakkab. Shu sababli men har doim oilaviy holatni va mulk qachon olinganini tekshirishni maslahat beraman. 5-nozik joy, ipoteka va garov. Agar uy bank garovida bo'lsa, uni oddiy sotish mumkin emas. Avval bank roziligi, qarz holati. Garovdan chiqarish tartibi ko'riladi. Ba'zi sotuvchilar kreditim bor, xaridor pul bersa yopaman deydi. Bu ishlashi mumkin, lekin juda aniq shartnoma va bank bilan kelishuv bo'lishi kerak. Aks holda xaridor pul beradi. Qarz yopilmay qoladi. Uy garovdan chiqmaydi, nizo boshlanadi. Men bunday vaziyatda pulni qo'lga berish emas, bank orqali notarial tartibda bosqichma-bosqich qilishni tavsiya qilaman. 6-nozik joy, noturar joylar, do'kon, ofis, ombor, ishlab chiqarish binosi egalari uchun talablar turar joyga qaraganda murakkabroq bo'lishi mumkin. Yong'in xavfsizligi, sanitariya, foydalanish turi, yer ajratish maqsadida ijara shartnomalari, soliq rejimi kabi masalalar bor. Masalan, hujjatda obyekt yashash uyi deb turibdi, lekin amalda birinchi qavat do'kon qilingan. Bu albatta muammo tug'dirishi mumkin. Yoki yer yakka tartibda uy-joy qurish uchun berilgan, lekin unda ustaxona ishlayapti. Bunday holatda soliq, kadastr yoki mahalliy organlar savol berishi tabiiy. 7-nozik joy, hadya va arzon narxda sotish. Ba'zi odamlar soliqlar yoki oilaviy kelishmovchiliklardan qochish uchun mulkni hadya qiladi yoki shartnomada juda past narx ko'rsatadi. Men bunday yo'lni ehtiyotkorlik bilan ko'rishni maslahat beraman. Chunki keyin merosxo'rlar, kreditorlar yoki boshqa manfaatdor shaxslar bitimni nizolashi mumkin. Agar real narx 800 million so'm bo'lsa, shartnomada 200 million ko'rsatilsa, nizoda siz o'zingizni himoya qilishda qiynalishingiz mumkin. Pul o'tkazmasi, tilxat, kelishuv va soliq oqibatlar oldindan o'ylanishi kerak. Birinchi qadam, mulkingizning kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Kadastr organiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, obyekt bo'yicha aktual ma'lumotni oling. Kadastr raqami, manzil, yer maydoni, bino maydoni, xonalar soni, mulkdor FISH, ulushlar va foydalanish turi to'g'ri yozilganini tekshiring. Agar amaldagi uy bilan hujjatdagi ma'lumot farq qilsa, mutaxassis chaqirib o'lchov qildiring va qonuniylashtirish tartibini boshlang. Ikkinchi qadam, soliq holatini ko'ring. Soliq organlarining shaxsiy kabineti, mobil ilova yoki hududiy soliq inspeksiyasi orqali mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarzingiz bormi? Penya bormi? Imtiyoz qo'llanganmi? Tekshiring. Agar siz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, ijtimoiy imtiyozga ega fuqaro bo'lsangiz, imtiyoz avtomatik tushgan-tushmaganini albatta ko'ring. Ba'zan odam imtiyozga ega bo'ladi, lekin hujjat topshirmagani uchun tizimda qo'llanmaydi. 3-qadam, kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha abonent raqamlarini tekshiring. Hisoblagich raqamlari to'g'rimi? Qarz yo'qmi? Eski egadan qolgan qarz bormi? Bularni aniqlang. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, oxirgi 3-6 oylik to'lov cheklarini alohida papkaga solib qo'ying. Xaridor uchun bu ishonch belgisi bo'ladi. 4-qadam, ijara bo'lsa shartnoma qiling. Shartnomada ijara muddati oylik to'lov.
to'lov sanasi, depozit, kommunal xarajatlar, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilganda javobgarlik, muddatidan oldin chiqish tartibi, uyda kimlar yashashi aniq yozilsin. Shartnomani rasmiy ro'yxatdan o'tkazish tartibini soliq organlari yoki elektron xizmatlar orqali bajaring. Agar oyiga 300 million so'mdan indiki oy ijara olsangiz, yiliga 36 million so'm daromad bo'ladi. Bunday daromadni yashirish keyin jarima va qarzga aylanishi mumkin. Rasmiy ishlash esa sizni ham, ijarachini ham himoya qiladi. 5-qadam meros va ulushlarni rasmiylashtiring. Agar mulk hali vafot etgan qarindosh nomida bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlik tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjatlari, pasportlar, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar ulushdorlar ko'p bo'lsa, ularning hammasi bilan oldindan gaplashing. Keyin kelishamiz degan narsa ko'pincha sudga olib boradi. 6-qadam, sotishdan oldin hujjat papkasini tayyorlang. Unda kadastr hujjatlari, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, soliq qarzi yo'qligi bo'yicha ma'lumot, kommunal to'lovlar, ro'yxatda turgan shaxslar haqida ma'lumot, turmush o'rtog'i roziligi kerak bo'lsa, rozilik. Garov yo'qligi yoki bank roziligi bo'lishi kerak. Shunda xaridor bilan muzokarada siz kuchli pozitsiyada bo'lasiz. 7-qadam, katta qurilish yoki rekonstruksiya qilmoqchi bo'lsangiz, avval ruxsat masalasini tekshiring. Hovliga yana bir qavat ko'tarish, garajni do'konga aylantirish, balkon qo'shish, umumiy yo'lakni egallash, tomda xona qurish kabi ishlar keyin qonuniylashtirishda qiyin bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, oldin ruxsat, keyin qurilish. Aksincha qilsangiz arzon qurilish qimmat muammoga aylanadi. 8-qadam, agar xatolik topsangiz, uni yashirmang. Masalan, familiyada bitta harf xato, pasport ma'lumoti eski, manzil nomi o'zgargan. Maydon noto'g'ri, kadastr raqami mos kelmaydi. Bularning hammasini erta tuzatish kerak. Bitim kuni notariusda xato chiqsa, xaridor kutmaydi, narx tushadi, kelishuv buziladi. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun asosiy qoida juda oddiy. Hujjat, kadastr, soliq, kommunal, ijara, meros va ulush masalalari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar hammasi tartibda bo'lsa, siz mulkingizdan bemalol foydalanasiz. Sotishingiz, ijaraga berishingiz, garovga qo'yishingiz yoki meros qoldirishingiz osonlashadi. Agar hujjatlar chala bo'lsa, bugun kichik ko'ringan muammo ertaga katta xarajatga aylanishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bu videodan keyin mulkingiz hujjatlarini olib, kamida bir marta tekshirib chiqing. Kadastr ma'lumotini ko'ring, soliq qarzini tekshiring, kommunal hisoblarni aniqlang, ijara bo'lsa rasmiylashtiring, meros bo'lsa cho'zmang. Bu ishlar zerikarli ko'rinishi mumkin, lekin aynan shular sizni kelajakdagi katta nizolardan saqlaydi. Sizda ko'chmas mulk bo'yicha qanday muammo bor? Kadastrmi, soliqmi, ijarami, merosmi yoki ulushli mulkmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'chmas mulkdagi bitta to'g'ri maslahat oilaning millionlab so'mini asrab qolishi mumkin.